Bu yoqdan Uchtepa avtosalondan 1-2 kilometr distansiya ko'rsatyapti. Zangiota tumani O'ratepaga kelganmiz. Xo'sh, kanalizatsiya dekabrda kiradi deyaptilar. Svet, suv, gazlagacha xudo xolasa o'tkazib qo'yilgan ekan. Ikkita yonma-yon uy, ustotuvdan planirovkasi bir xil. Bunaqasi Zangiota raykazgacha 400 metr distansiya. Bismillah deb kiramiz. Vaqtingiz rozi bo'lasizlar, ozgina uzunroq video qilishga qaror qildim. Buni yozgi oshxonasi yo'q, yonidagi bor ekan. Xohlasanglar qilasizlar, xohlasanglar shundaylicha qoladi. Bu yerda hojatxonasi bor. Xo'sh, fasad qismimiz mana shunaqa ko'rinishga ega. Ustsotuv startviy $110,000. Mana bunaqa gullaga ham ancha pul ketkazganman deyaptilar. Yaxshi sifatli qurilgan deyaptilar egalari. Sekin bismillah deb mana kirib oldik. 1,5 ishdan qilingan. Bitta ko'ringlar mana. Bu yerda bitta xonasi bor, katta mehmonxonasi bor. Xohlasanglar qo'l qilib qo'yinglar. Bu yerda oshxonasi bor. Seli podval ekan, qorong'i, uni ko'rsata olmaymiz. Bu yerda sanuzel qilish uchun joy bor. Bu yerda bitta yotoqxonasi bor, havo aylanish uchun joy qilingan. Bu yerda katta yotoqxona, xohlasanglar sal qilib qo'ysanglar bo'ladi. Elektr montajlari bo'lgan. Kanalizatsiya dekabrda o'tadi, deyaptilar, endi inshaalloh o'tib qolar. Zangiota tumani O'ratepaga kelganmiz. Yangi mahalla. Bu yerda qo'ni qo'shnilar remont qilib sekin ko'chib kelyapti. Xo'sh. Bu yerda bitta katta spalnisi bor. Bu yog'ini o'zingizlar to'g'rilaverasizlar-da. Xo'sh, bu yerda yana bitta spalni bor. Bu yerda yana bitta spalni bor. Sanuzel qilish uchun ham joy qilingan. Bu yerda yana bitta katta spalnisi bor. Az bizlarning rossiyskisini qo'ygan ekanlar. Yonida uy yetdim. Yangi mahalla. Ko'chani o'zingizlar ko'rdinglar. Pastlardan ko'rinishi shunaqa bo'lyapti. 3 sotuv. 10 ga 30 fasad. $110,000 startviy. 7 ta xona, 2 ta sanuzel, tashqarida bitta hojatxona bo'lyapti. Inshaalloh ikkalasini ham kelishtirib beraman deyaptilar. Egalarning nomerini yozib qo'yaman, kelinglar, ko'ringlar. Yoqadigan bo'lsa barakasini qorasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, vaqtingiz rozi bo'linglar.